Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Maverdi rahmetullahi aleyh Edebuddin ve Dünya namlı kitabıda ilim ügünüşteki noksallarınki sebepleri hakkında toxtulup mındaqdaydı. Yani bir sebep ilim ügünüşteki noksan sebeplerinden ilim ügenmekçi bolgan zat ilim ile meşhur boluşunu közleydi. Yaki ma'lum bir payda menfaatini gözlep, yaki bir cemiyetdeki güzel bir obraz tikleş qatarlıq manda bir sebepler tüpeyildimmi ilim bilen meşhur bolashni isteydigan, izleydigan tuyğudu boladı. Bu mu ilim ügünüşteki muhim ig'ir nuqsonlarniki biri. Bunda adamlar ilim arqılık meşhur bolashni ko'zlaydi. Xilma-xil ixtilofiy masalalar bilan munozir xarakterlik masalalarni o'tirib chiqish orqali bo'lapmish ixtiloflik masalalar bilan ma'pilishidi. İttifaqlik masala yoki jamiyatda yoki dinda ittifoqlashgan masalalar haqida ixtiloflashmaydi. Davomliq ixtilofiy masalalarni o'tirib chiqib so'rab, shuni bilan munozir qiladi. Halbuki u o'rtaq yoki ittifoq masalalarni bilmaydi. Mushu o'zinki qarshi taraf bilan mujodala qilganda, munozir qilganda o'zining mazhabini bilmagan holatda munozir qilishning o'zi bu bir yerda maxsus bir mazhabni bilmagan ahvol ostida o bir ma'lum bir qarshi taraf bilan mujodala munozir qilgan ekan, bu albatta bu yerda yana bir munozirchi va yoki yana bir qarshi bir taraf paydo bo'ldi. Bundaq tabaqadagi odamlarni ko'p ko'rganman deydi Imom Maverdi rahmatullohi alayh. Bular ilmda haqiqatan shu mutakallifin, ba'zi rivoyatlarda mutakallimin degan mazmunlar keltirilgan. Yani mutakalliminlarninki ilm o'rganginiga o'xshash shu mazhabda xili ro'noq topgan, izlanib ma'lum bir pallaga yetgan. Demak, bu yerda mutakallimin ma'nosini oldik ham yerda. Shundaqla bu ilmda ba'zi o'zi shu o'rganmoqchi bo'lgan shu jadal ilmlarda, munozir ilmlarda nayt mahir kishilarga o'xshash mashhur bo'lib ketganlar bor. Ular o'zininki qarshi fikrdagi husumatchilar bilan munozir qilgan vaqtida yoki munozirga tushgan vaqtida ularning so'zi aniq ro'shan bo'ladi. Ammo lekin ularning ro'shan mazhabini so'g'an vaqtida odamning tushunchasi yoki ularning tushunchasi bu yerda hangta qoladi. Mazhabni yaxshi bilmaydi. Hatto javobda ular odishib ketadi, qalaymiqan gangarab qoladi. Ular uchun bir to'g'ri bir fikr oydinlashmaydi. Ularning bir javobi bu yerda aniq bekinmaydi. Hamda demakchi bo'lgani, ularni shu mujodala ilmida o'zining shu taxassusida bir narsa so'ragan vaqtida gap aniq, gaplari, javoblari, hujjatlari, naqllari nihoyat yaxshidek bo'lgan bilan, ammo lekin shu mazhabga aloqador masalalar haqida, chunki bu mazhabniki shu mujodala shaklini, ixtilof mazmunlarini o'qigan, mazhabni umuman o'qimaganda shu vaqtida endi mazhab to'g'riliq nurg'un bularniki kamtug'ligi ko'rinib turadi demakchi. Lekin bular bu mazhabni bilmaslikdan iborat bu xatolikni ayb nuqson deb qaramaydi. Amaliyotda turli so'rovlarda dabdabilik so'zlarni, go'zal chiroyli so'zlarni to'qib chiqishidi. O'zining muxolifatchisiga to'qilgan nurg'un dalil naqllarni to'qib uningga qarshi turdi. Shu orqali shubhi tashlaydi-da o'zining muxolifatchisiga. Amaliyotda bular mazhabdan boshlang'ich saviyadagi talibul ilmni bilish tegishlik, biladigan mazhabning hukmlarini ular bilmaydi. Mazhabga munosabatlik masalalarni bular bilmaydi. Hatta talibul ilmlar, o'smirlar biladigan narsalarni bilmaydi bular. Hamisha bularning qiladigan ishi boshqalarni ozdiradigan, lag'atlar bilan, tushunmaydigan o'zinki safsatalar bilan gaplam qiladigan, gap bermaydigan shundoq holatda. Yoki odamni xor qiladigan, odamning yuzini yakson qiladigan bir g'alatchilik bilan o'tadi bularniki hayot. Imom Maverdi rahmatullohi alayh o'ziniki beshini o'tgan bir voqelikni so'zlab bundoq deydi. Bu kabi odamlarni ko'rganman. Mazhab bilan mashg'ul bo'lishni bir takalluf deb qaraydi. Takalluf degani bir o'rinsiz, o'zini qiydigandek bir foydasiz ilm deb qarashib oladi.
Amaliyotda mazhab bilan shug'ullanishni yoki mazhablar orasida cho'nqur izlanishning o'zi taxalluf. U bir madaniyatsizlik yoki bilimsizlik yoki orqada qolganlik deb o'ylashadi. Bu haqda ularning ba'zisi men bilan munozirga tushib qoldi. Bu munozirda mundaq deb qoldi. Mazhabni yodlagan odamning ilmi masturdir, maxfiydir. Munozir qilingan odamning yoki munozirchining ilmi mashhurdir, jamiyatda ko'p toniladi deb shundoq dedi. Men bunga javoban mundaq: mazhabni yodlab bilgan odamning ilmi qandaqmi mastur bo'lsin, maxfiy bo'lsin, bilinmay qolsin. Amaliyotda bu hozir javob tursa, buning to'g'ri tarifi ko'p tursa, kuchli tursa, bu munozirchi qaytlab mundaq dedi. Agar bu mazhablarni biladigan bundaq odamlardan savol so'ralmasa, u jim turudida uning ahvoli ilmi bilinmay qoladi. Munozirchidan savol so'ralmagan taqdirdimi, u o'zi so'rash orqali o'zini to'ntidi, u texim mashhur bo'ladi dedi. Men buningga javoban mundaq dedim, deydi Imom Mavardi. Qara, masalan, mazhablarni yaxshi tushungan, bilgan odam savol so'ralsa, u to'g'ri tarafiga namoyon qilsa yoki u to'g'ri javob beradigan bo'lsa, to'g'risini degan bo'lsa, uning fazilati, ortiqchiligi aniq bo'lamdi desam, ha deb javob. Men qaytlab mundaq dedim. Undaqda munozirchidan savol so'ralsa, to'la munozir qildigan munozirchidan savol so'ralsa, u xatolashib qolgan ahvolda uning aybi aniq ayon bo'lamdi desam, meningki javobimdan to'xtab qoldi. Ya'ni menga javob bermay turib qoldi deydi. Shu orliqda hamda Imom Mavardi rahmatullohi alayh bir misolni aytgan. Haqiqatan arablarda mundaq bir so'z va indal imtihan yukramur rajul aw yuhan. İşte imtihan paytida odam hurmatga sazovor bo'ladi yoki ko'kka ko'tarildi yoki yerga tashlandi deb shunaq deganda amaliyotda. Shundan bu javobimda to'xtab qoldi. Demak, bu imtihondan o'tolmadi demoqchi bo'lsa kerak. Chunki u deydi, agar bu men so'rgan savolni inkor qilsa, aqlning bu yerdagi aqlga qarshi holatda bu inkor qilsa, bu aqlga kibrlik qilgan bo'ldi. Agar ha deb e'tirof qilgan bo'lsa, uning bir dalil isbot bu yerda darhol keldi-da hamda. Dalil isbot dalillashish kerak bu yerda. Yoki bo'lmasa isbot uningga muqimlash. Demak, jim turib olganlikning o'zi bo'ysunishdir. Gap qilmay turib olganlikning o'zi albatta bu rozi bo'lishdir, qo'shilganlikdir, ma'qul bo'lganlikdir. Chunki insonning haqqi haydilgini, haqqi tarafga bog'langani albatta botilning, safsatlarning uni bezor qilgandan albatta yaxshi emasmi deydi. O'zi masalan bu yerda botil hujjatlarni, dalil isbotlarni akilib, shuning orqaga kirib so'z o'ynatib yurgandan bir insonning bo'libdimi deb yengilgan vaqtida cho'qim qalbi qanoat topgan vaqtida e'tirof qilib, haqqi bo'ysungan albatta yaxshi emasmi deydi Imom Mavardi. Albatta mushdaq munozir ilmi bilan mashg'ul bo'lib, o'zini to'ntishni xohlaydigan bu yo'l, haqqa egilmaydigan bu yo'l albatta holi va tili mundaq deydigan kishilarniki yo'lidir. Meni tonib qolinglar deydi. Halbuki u tonilmagan, mashhur bo'lmagan. Demak, mushunda so'z orqali o'zini tonitishni xohlaydigan kishilar. Amaliyotda ilmni bilmaydigan odam tonilishdan to'lim yiroq. Ilmni haqiqiy bilmaydigan odam mashhur bo'lish, tonilishdan to'lim yiroq. Haqiqatan Zuhayr ibn Abi Salma shundoq degan deydi. Bu arablarniki donglik shoirlarniki biri. Bu odam o'zining donglik bir she'ri bor. Shu muallaqda shundoq bir she'rni o'ttirib qo'ygan. Insonda qanday bir mijoz bo'ldi ekan, xilqat bo'ldi ekan, mayli yaxshi xislat bo'lsin, mayli yomon mijoz bo'lsin, shuni davom etib kelsa, davomlashtiraversa, o'z kishilar bilmagan bo'lsinmi, kishilarga bilinmagan bo'lsinmi, davomli buni aralashib, shuni o'ziga kasb qilib yoki o'ziga odat qilib davom etib kelsa, mayli yaxshi mijoz, mayli nachar mijoz bo'lsin, albatta buni kishilar cho'qim oxirida bilib qoladi deb shunaqa. Demak, sening odat mijozing
davomlashtirib kelayotgan xulqing hargiz kishilarga bu yerda ayon bo'lib qoladi davomliqdir. Sallallohu alayhi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.